Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir Müyesser Bakara suresinden 249. ayet keptok. Keyin davamlaştırışımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin Uygurca kısa tercümesi. Talut askerleri bilen Beytül Mukaddes'in ayrılgan çağda Allah sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningdan ichadigan u manga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydigan u haqiqatan manga tavadur. Uningdan ussuzluqni bir az besish uchun ishgan odam buyruqqa xiloflik qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozgina kishidan boshqa hammasi uningdan ishdi. Talut va uning iymon etgan kishilar daryodan o'tgan chog'da dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir qismi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga taqat keltirolmaymiz dedi. Talutning tavalaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qilganlar Allah'ın iradesi bilen az cemaat köp cemaat üstüden galba kılıdı dedi. Allah çidamlık körsetkiçler bilen bilidir. Ular Calut ve onun askerleri bilen uçuraşkan çağda Perverdigarimiz kalbimizni çidamlık bilen toldurgın. Qadamlarimizni urush maydonida sabitlik qilgin. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Mu'minlar Allohning irodasi bilan kafirlarni mag'lub qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Alloh Davudga saltanatni, hikmatni, ya'ni payg'ambarlikni berdi.
Onun xalıgan nərslərini, yəni paydalıq ilimlərini bildirdi. Allah insanlarning ba'zisini ba'zisi bilan mudofaa qilib turmasa, ya'ni kuchlik tajovuzchiga uningdan kuchlik bo'lgan birisini oprida qilmasaydi, yer yuzi albatta fasodga aylanadi, ya'ni xaroblikqa yuzlanadi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilg'uchidir. Bu Allah'ın ayetleridir ki onu biz sana doğru ravişte o'qib beramiz. Ey Muhammed, sen elbette Allah'ın davetini yetkizish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisan. Xo'sh. فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم إن الله ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه ليتميز المؤمن من المنافق فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من أهل ديني ولا يصلح للجهاد معي ومن لم يذق الماء فإنه مني لأنه مطيع لأمري وصالح للجهاد إلا من ترخص واغترف غرفة واحدة بيده فلا لوم عليه فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء وأفرطوا في الشرب منه إلا عددا قليلا منهم صبروا على العطش والحر واكتفوا بغرفة اليد وحينئذ تخلف العصاة ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معهم وهم 311 رجلا لملاقاة العدو ورأوا كثرة عدوهم وعدتهم قالوا لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده الأشداء فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله يذكرون إخوانهم بالله وقدرته قائلين كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة غلبت بإذن الله وأمره جماعة كثيرة كافرة باغية والله مع الصابرين بتوفيقه ونصره وحسن مثوبته. Talut özünün leşkerleriyle bu Amalika degan mushu xalqlarga naiti Amalika amlaqning jamisi amlaq degan favqulodda yo'g'on badan qurilish jihozliq kuchtungur mushundaq bir xalq demak. Mushu Amaliqlarga urush qilish uchun Talut o'zining lashkarlari bilan chiqdi. Bu askarlar uchun shunda dediki, Alloh sizlarni sabrga imtihon qiluvchi bir o'stan va sizlarning oldinglarda o'stanlardan o'tsizlar. Shuni sizlar Alloh subhanahu va taolo sizlarni imtihon qilmoqchi. Nima uchun deganda munofiqlarni mu'minlardan rasmiy uni maydonga chiqarib, bo'lmasa Alloh subhanahu va taolo biladi kim munofiq kim mu'min ekanligini. Ammo boshqalarga ro'sh oshkor qilish uchun tayinki ro'shan bu aydınlaşqay, ayrılğay, mu'min munafiqdan ayrılğay üçün Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni oldingizda keladigan bir o'stanlan, mushun suylan sizlarni imtihon qilmoqchi deydi. Kimiki sizlardan bu o'stanning suydan ishgan bo'lsa, o mening dinimning ahli emas va men bilan bo'lgan bu jihatga yaramaydi. Kimiki suni ishmasa, o mendim. U mening amr farmonimga itoat qiluvchi va jihodga yaramliqdir. Lekin ruxsat bergan kishi buningdan mustasno. Va
Üzün kullanmaydı bir oşlam işke adam bunundan hariç, bunundan müstesna. Bununla eyplaş, bunu malamet kılış yok. Kanıkışışmı devla. Azgın alıkılam özün bir ağzından dölüştü üçün digendek. Bula östen getirdi hem su düm düştü. Bu sudun ço içti naat adnaş ay kanık içi battı. Lekellam uladın azgına bir cama bu undakımdı. Ula naati bu xil teşnalıkka bu avının kızıklığa sabır kanaat kıldı. Ve bula üzün kullanımda ölçümler içişlilik paylandı bula. Bu vakitte bu asi, bu günahkar, bu bedbahtlar bu buyrukka karşılık çıktı. Tahallüp kıldı. Talut Öztang'dan ütüveydi ve Talut ile boğan azgına bir türküm Müslümanla, müminla ütüveydi. Ula olsun ayeti 300 netçe, 310 netçe etrafında müminlatı. Özün düşmanlarla, amalıklarla bir gireliş için, bir tutuş için, uruş kılış için. Ve bular o amalıklarının sanının ve harbiy tayyorliginin köplüğüne körüvide diddanem edip biz için bugün bu Calut'a ve bununki bu kuştungurluk askerlerle ço uruş kılışkı bizim gücümüz yetmeyecek dedi. Allah mülakat buluşqa haqiqiy turda jazmi qilganlar shunda javob berdiki o'zininki bu Alloh qo'ygan o'zining qarindoshlarini Allohga Allohning qudratini eslatgan holda shunda javob berdiki nima deb e, to'la bir nima ozgina mo'min sabr qila oladigan sabr qila oladigan ozgina bir mo'min jamoat albatta ustun keldi Allohniki ruxs bilan va Allohning amri farmoni bilan shundoq tog'i bog'i chekinashgan ko'p kofir jamoatni ustiga jami ustun keldi. Allah sabr qilishlar bilan billah. Demak, Alloh biz bilan billah. Hargiz taraddud bo'lmanglar deb Allohninki qudratini shuni eslatib javob berdi deydi. Alloh sabr qilishlar bilan billah. Allah o'zining tavfiq va nusrat bilan sabr qilishlar bilan billah va nihoyatcha uning savobini go'zal chiroyli qilib berishlar Allah mu'minlar bilan billah dedi. ولما ظهروا لجالوت وجنوده ورأوا الخطر رأي العين فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين ربنا أنزل على قلوبنا صبرا عظيما وثبت أقدامنا واجعلها راسخة في قتال العدو لا تفر من هول الحرب وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. Ula Calut ve Calut'un askerleriyle bir meydan tutuşunda aşkar boğan çağda ve bu xatarni haqiqiy öz ko'zlan ko'rgan chog'da ular Allohga duo qilish, Allohga yolvorishlan nihoyatda cho'chib ketgan bo'ldi. Degan holda nima deb, ey Xudoyim, bizning dillarimizga sabrni, katta bir sabrni tushagin va bizning bu qadamlarimizni mustahkam qilgin. Hargiz qechib tashlab ketadigan, keynimizni qiladigan qilmay, oldimizni qiladigan qilgin bu jihatda deb. Va qilgin u qalblarimizni düşmanga ya qilgin u qadamlarimizni düşman bilan mush urushish, mushlar bilan bir tutish jarayonida mustahkam qilgin, rosih qilgin. Ki kaçıp ketmeydi bu qadamlar, bu urushning qo'rqinchidan kaçıp ketgan manda qilmagan, bizning qadamimizni sabit qadamda qilgan. Bizga seninki yordaming bilan va seninki qo'llab quvvatlashing bilan bu kofir qavm ustidacho sening yordaming bilan qo'llab quvvatlashing bilan bizga yordam qilgin ay Xudoyim deb mana duo qilishdi deydi. فهزموهم بإذن الله وقتل داود عليه السلام
جالوت قائد الجبابرة. وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك الملك والنبوة في بني إسرائيل، وعلمه مما يشاء من العلوم، ولولا أن يدفع الله ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضا، وهم أهل المعصية لله والشرك به، لفسدت الأرض بغلبة الكفر وتمكن الطغيان وأهل المعاصي، ولكن الله ذو فضل على المخلوقين جميعا. Ula bu Talutla, bu Calutlarını yani Amalaklarını bula Allah'ın izniyle, Allah'ın ruhsuyla yendi. Davud aleyhisselam bu Calut ne? Bu Amalaklarının, bu Cebbarlarının, bu zalimlarının kumandan olan Calut'unu çoğu öldürdü. Allah bu Davud aleyhisselam'a onundakin padişahlık ve şu ben İsrail için çok padişahlık ve peygamberlikten ibaret bu xil saltanat, bu xil vazifelerini verdi. Ulağa ilimlerden xalığın ilimini öğretti. Eğer insanlar, Allah subhanahu wa ta'ala insanların bazısıyla o bazı kandaktı, ehli taat egileriydi, ehli iman egileriydi. Demek Allah subhanahu ve teala eğer bazı insanlarla bazısına mudafiye kılmaydığı şu idi. O bazı kimde ehli taatti ve ehli imandı, ehli ihlas egilerdi. Bula ulan yen bir bazı ki o bazı Allah'a asil kılıdığan, muşundak şorpeşana, muşundak nünço bu bedvekle ve Allah ço ehli şirk, ehli masiyet egilirdi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala muşundak bazı insan bilen ki ehli iman bilen bazı insan ki ehli küfür ne mudafiyat turqaş bulmagan bolsaydı qanday qolatdi bu küfürning galbi ketişlen bu tug'yon netishninki haddin eshishninki imkoniyati bilan zimin buzib ketadi, asli sumib ketadi, zimin nurg'un buzuqchilik maydoniga kelgan bo'ladi. Demak alloh subhana taolo insonlarning ba'zincha yaxshi odamlar bilan yomon odamlarga zarb berib qaytirma hujum etib uni obdan raddiya berish orqali obdan daksini berish orqali zimindagi tangpunlikni saqlaydi deydi. Bu sabablik sababning dunyosi boshqa bu. Albatta u vaqtda Alloh subhanahu va taolo mushundoq mudofaa qilmagan bo'lsa-da zamin buzilgan bo'ladi. Küfrning ko'pligi bilan va ahli tug'yonninki uningcha imkoniyatga erishish bilan va ahli maasi bilan. Lekin Alloh subhanahu va taolo butun mahluqotlarning hammasiga fazl va marhamat sohibidir deydi. تلك حجج الله وبراهينه نقصها عليك أيها النبي بالصدق وإنك لمن المرسلين الصادقين. Aşı olsa Allah subhanahu ve teala'nın hüccet ve burhanlarıdır, delilleridir. Onu ey Peygamber aleyhissalatü vesselam rastlıkla sana biz sözlep verimiz. Elbette çokum ki sen elbette rast, doğru peygamberlerinin katarıdırsan deydi. Hoş. Ayet-i kerimden de Rabbena afriq aleyna sabra degan bu ayatning o'zida bir balog'at bo'lgan bo'lib, istiar tamsiliya deb ham bir balog'atda bir dars o'qildi, ana o'tdi. Istiar tamsiliya bor. Istiar tamsili degan nima desa, u bir nima, bir tarkib, bir kelima qo'shish. Uni cho deganda o'z quyilgan ma'noning boshqa bir ma'noda ishlatilgan bir tarkib bu. Nima uchun deganda bir o'qishdan iborat bir aloqaninki bir aloqani jihatidan o'z quyilgan ma'noning boshqasi ishlatilgan bir tarkibning o'zini cho istar tamsili deyildi. Ya'ni unuga qarina ma'ni usulidir. Bir o'xshash degan bir aloqa bor
va o'z ma'ni asli ma'nonicha iroda qilishdan to'sadigan bir qarina mani bo'lgan bo'lsa, buning o'zini istara tamsiliya deyiladi. Masalan, qanday deganda, nima deymiz? Bir odam bir uy solmoqchi ekan. Uy solmoqchi bo'lgan odamga, u odamga tehi u yilqi pul mol, u bu uy ketarlik, yetarlik, u solmoqchi bo'lgan o qurilish imoratiga ehtiyoj binasini tayyor qilgan odamga nim deyiladi deganda, masalan, tumlaul kamainu nima qablar rimai tublaul kamain deb. O'q etishdan burun o'tishdan burun ma o'qdonni to'shqiziludi deb qo'ydi ekanda. U faqat orliqda bir mushobahat bor. Ammo bu ilqi aloqa mushoba, ammo o'z ma'nosini iroda qilolmaydi buningdan. Mushungishish tarkiblarning o'zini nim deyildi? Istiara tamsili deyildi. Masalan, nim deyildi ekan buningda qabla rimai tumlau al kamainu. O'qitishdan burun bu o'qdonni to'shqizish kerak deb. Öy selishdan burun öye gidilgan materiallarni to'liq qilish kerak degandek. Undan boshqa masalan bir odam bir ishni qiladi ekan, ammo u odamninki u ishni qilib bir vujudga ochqolmaydiganligiga ikkinchi bir odam shunga nima deydi ekan, qarab u odam ma ishni hudisini chiqarmaygan, bu ochqolmaydi degan odamga nima deyildi deganda, anta tarqumu alal ma, sen suv xat yozayotsan deydi. Bu adam qanday odam desa, u bir netinjiga, bir nihoyatda ijobiy taraflar bilan u ishlarni bir boshqa ochqolmaydigan odamga anta tarqumu alal ma, sen suv xat yozayotsan deydi. Bu istara temsiliye. Soğuk hat yazgılınmaydı yani. Yazgın hat uçup gitti. Demek anladın mı? Sen bu işlerini bir taraftan kıkanının bir taraftan en o sıfırlanıp o kurgulup durdu bir başka açıkanmaysa bu işin çugulup durmazdı. Sen bu işin ödüsünü çıkanmaysan bundan sen devamlaşamaysa bununla uğraşma, bununla meşgul olma diyendek. Mesela. Bunun özü nimdeydi o degende istara temsiliye dep atlıdı o balagat kaylarında. Tıkayım bunun tepsilatını körmen deydik Allah olsa balagat kaylarına müracaat kısmı buludu. Hoş, dersimizin devamı King saat buludu inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.